Quyosh panelini o'rnatmoqchiman. Necha kilovatt kerak bo'ladi menga? Uyda 3 ta konditsioner bor, bitta xolodilnik. To'xtang. Ko'pchiligimiz shu yerda xato qilamiz. Quyosh elektr stansiyasini, ya'ni quyosh panellarini o'rnatganda sizni uyingizdagi dazmolingiz, konditsioneringiz yoki xolodilnigingiz nechtaligiga qaralmaydi. Quyosh elektr stansiyasini o'rnatishda siz bir oyda uyingizda qancha elektr energiya ishlatasiz, shuni bilishingiz kerak. Masalan, deylik, siz примерно 200 kilovatt soatdan 500 kilovatt soatgacha ishlatsangiz uyingizda, deylik, bu o'rtacha kichik xonadonlarga to'g'ri keladi, domlarga yo boshqa, masalan, uyda bir dona xolodilnigi, bir dona konditsioneri, yosh oilalarga to'g'ri keladi. Bunga 3 kilovattli quyosh elektr stansiyasi o'rnatsa bo'ladi. Agar sizda 400 kilovatt soatdan 600 kilovatt soatgacha bo'ladigan bo'lsa, unda siz 5 kilovatt o'rnatsangiz bo'ladi. 600 kilovatt soatdan 1200, 1100, 1000 kilovatt soatgacha agarda elektr energiya ishlatsangiz, unda siz 10 kilovattli o'rnatishingiz kerak. Xuddi shunday ko'tarilib boradi. Aholi asosan 20 kilovattdan yuqorisini o'rnata olmaydi. Sababi birinchi o'rinda hisoblagichlar, ikkinchi o'rinda aholigacha kelgan o'tkazgichlar bunga yo'l qo'ymaydi. Agarda siz 20 kilovattdan yuqorisini, odatda ko'proq 10 kilovattdan yuqorisini ham o'rnatishni boshlasangiz, sizga uyingizdan transformator podstansiyagacha kabel tortib borishdi va o'sha yerga ulanishda taklif berishadi, ya'ni loyiha qilib berishadi. Bu esa siz uchun ancha qimmatga tushadigan loyiha bo'lib qolishi mumkin. Zo'r, men endi tushundim Sarvar aka. Mana men 600 kilovat atrofida ishlataman. Shunda 390-400 ming so'm atrofida mana hozir rasxod qilamiz. Unda siz 5 kilovattli quyosh elektr stansiyasi o'rnatishingiz juda optimal hisoblanadi. Demak, siz qancha elektr energiya ishlatayotganingizni bilishingiz uchun sizga keladigan SMSlar, ya'ni HETCdan, ya'ni hududiy elektr tarmoqlaridan har oyda o'zi deyarli hammaga SMS keladi. Ya'ni siz bir oyda qancha elektr energiya ishlatgansiz. Shu elektr energiyani olasiz, diapazon qo'ydik. 100 kilovatt soatdan 300 kilovatt soatgacha bo'lsa, примерно 3 kilovatt. Agarda 300 kilovattdan 600 kilovatt soat orasi bo'lsa 5 kilovatt, 600 kilovatt soatdan 1200 kilovatt soatgacha bo'lsa 10 kilovatt quyosh elektr stansiyasi o'rnatar ekansiz. Bu oddiy arifmetika. Keyingi videolarimizda siz quyosh elektr stansiyasi o'rnatsangiz qancha daromad ko'rishingiz haqida video olamiz. Buning uchun esa siz bizni qo'llab, like va podpiskani bosishni unutmang.